Rahmat. Aynajon kim qidat qildi? Qani gapirib bir Akbar degan bola mashinada olgan. Nazarboyev ko'janim. Aynen. Shunda qanday bo'lyapti endi? Zo'r ayna Xudoga shukr, mana 3-marta. 2 marta kelib, shunday zo'r bo'ldim, yana qiziqib, yana keldim. Tavsiya qilamiz qilgan mehmonlarim. resmayna. G'arovta qarab o'tsin, javulsin like. Aynalar xullas qalan, gap qisqa qilib gapirganda, mana shu suratdagi odam, mana suratni qo'yib o'tamiz, inshaalloh Xudo xolasa. Ko'rasizlar aynalar. Bir o'zining qarindoshidan mashina olib 6 oydan beri 300 mingni bermagan, 330 ming qolgan. Yetdan bir sugun deb jiribdi. Bilmayman. Bermayman demaydi. Men mashinik, baribir mashinik. Bermayman demaydi mashinik. Beraman deb qutuladi. O og'ayin. Shu chachingdan shuni ushlayman, aytib qo'yay. Eshbek sattarga olib kelaman. Zaddin bo'lsinga ikkita ko'rakni uraman. Ko'rak. Bilasana, paxtaning ko'ragi bo'ladi. Keyin 4 ta 5 ta indis qalampirda shunday uraman, gazavod olasan keyin. Shunday ko'ktashqa olib kelamanda sim sho'tkalab turib, keyin bilasanmi, mana qar. Mana shu qarda aparamanda zaddin bo'lsinga shunday uramanda orqasidan valda urib yertaman. Ko'zingdan o't chiqadi. O'g'a qolmasang yana baqlajonni ham qo'shib uraman. Keyin tiling ikki qarish bo'lib chiqadi. Keyin nima qilasan? Taqanglab loyiq bo'ladi. Pulni sharaqlab berasan. Ag'ayin, birovni sen ahmoq qilmag'in. Aytib qo'yay. Qarindoshing ekan nima qilasan? G'arovtiga qarab, g'arovtdagi aynalar. Tarqating mana shu g'arovtining nechinchisi, birinchisidanmi, ikkinchisidanmi, uchinchidanmi, to'rtinchidanmi bilmayman nechta kanal barini. Lekin shu kanallarga tarqatingizda mana shu ko'tpachchani aytsin, magazin ochib olgan deydi. Birovning mashinasini sotib turib, pulini jeb, shu 300-400 mingga magazin ochgan deydi, 300 mingga. Birovning pulini bergan. Bermasang aytib qo'y, ko'ktashqa olib kelib turib valda uraman. Yana aytay. Tiling ikki qarish bo'lib chiqadi. Val yemassan, davay. Srochna. Mashiningni sat, ikkita mashining bor deydi. Ikkita mashiningni satasan, pulni berasan. Joning xalos. Bo'lmasa val yeysan. Jonlaringiz zamon bo'lsa ayna qarovtaga qarab jo'natib qo'ying. Yaxshimi? Xudoga shukr bo'ladi, rahmat. Aynajon kim qidat qildi? Qani gapirib, bir boshidan gapiring, inshaalloh Xudo xolasa mana shu YouTube'da ko'radigan aka-ukalarimiz eshitadi. Qayerdan bo'ladi? Meni ol kejala qiladigan odam emas edi, o'zimizning og'ayin bo'ladi. Ol bizga jiyan bo'ladi-da. Cho'chobotdan bo'ladi. Akbar degan bola mashinada olgan. 6 oyda aytdi 630 ming so'm. Og'ayinlaringiz bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri, og'ayin bo'ladi, aya. G'arovtdan G'arovtaga ko'chib ketgan. Cho'chobotdan G'arovtaga ko'chib ketgan. Ha, To'ychilardan G'arovtaga ko'chib ketgan. Xo'p, sizning mashinangizdan mashinaga. Aya, mendan mashina oldi 630 mingga dogovor qilib oldik. Oldi u. 630 mingga. 630 ming rublga. Rublga, aya. Mashinada keldi, mashinada topshirdim qo'liga, dokumentlarni berdim. Ayna dedi, bir oyda to'g'rilab beraman dedi. Ana bir oy beraman dedi, o'sha 6 oy o'tdi, mashindan yarmini pulni bergan pulning. Ya 300 ming so'mni berdi, qolgani shunday. 300 ming so'mni berdi, 330 ming so'm qoldi. 315 ming bergan, 315 ming qolgan. 6 oydan beri. Aya. 6 oydan beri telefonda ko'taradi. O'zi magazin ochgan, misol tushunyapman, u sharoitini o'zini o'zgartiryapti. Men o'g'a aytsam, meni sharoitim yo'q. 30 ming so'm pul qolgan. Aya. Ol sizga ertan bir sugun qilib turib, ol G'arovtadan magazin ochib olgan. Endi magazinni ishi jirib ketsa beraman deyapti. Endi siz bu yoqda hozir shunaqa deyapsiz. 20 ming so'mmi? Prosent olgan. 20 ming so'm. Aya. 6 oydan beri prosenti to'lab yotirsiz. Siz aytyapsizki, qancha pulda mashinada olib kelib ber, ikkomiz shu 330 ming so'm bo'lsa, hisob kitob qilamiz, men senga beraman, mashinada olib kelib ber deyapsiz. Lekin o mashina ham yo'q, pul ham yo'q. Yo'q, ikkovi ham yo'q hozir.